Ta'limni yangi bosqichga olib chiqayotgan oltin kitob. Qoshing qora, ko'zlaring qora. Yuldizisan qaysi osmonning? Eslolmasang o'zim eslatay. Bolasisan O'zbekistonning. Farzandlarimizga sifatli ta'lim berish orqali ajdodlarimizga munosib avlodni tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bu loyiha Oltin kitob. Oltin kitob Farhod Turdialiyev va uning jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan 5 yillik ta'lim strategiyasining birinchi bosqichi hisoblanadi. Strategiyaning bosh mazmuni yosh avlodga sifatli ta'lim berish orqali respublikamiz ta'lim poydevorini mustahkamlashdan iborat. Ushbu ta'lim dasturi 9 yoshdan yuqori o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi hamda maxsus maktablarga puxta tayyorgarlik ko'rish uchun yaratilgan kompleks loyihadir. Oltin kitob quyidagi bo'limlardan iborat. Matematika bo'limida 3-sinfdan 7-sinfgacha bo'lgan maktab darsliklaridagi eng muhim va saralangan mavzular jamlangan bo'lib, dastur yakunida o'quvchi 7-sinfgacha bo'lgan asosiy bilimlarni to'liq o'zlashtiradi. Ingliz tili bo'limi o'zbekcha tushuntirilgan grammatika, har bir mavzuga oid lug'atlar, fikrlashni rivojlantiruvchi savollar va matnlardan tashkil topgan bo'lib, dastur yakunida o'quvchi B1 darajagacha yetib boradi. Muammoli masalalar bo'limi turli xil qiziqarli mantiqiy topshiriqlar orqali o'quvchilarning xotirasi va IQ darajasini o'sishiga xizmat qiladi. Tanqidiy fikrlash bo'limi esa har qanday holat yoki muammoni chuqur tahlil qilib, eng to'g'ri qaror va yechimni topishga o'rgatadigan asosiy yo'nalishdir. Shaxsiy rivojlanish bo'limida farzandlarda intizom, mas'uliyat va odob axloq qoidalari shakllantiriladi. Unda telefon va texnologiyalardan to'g'ri foydalanish, ota-ona va oila a'zolariga hurmat bilan munosabatda bo'lish tushunchalari hayotiy va qiziqarli yondashuvlar orqali yoritib beriladi. Ushbu loyiha uchun Farhod Turdialiyev Kanada, Finlandiya, Singapur va Yaponiya ta'lim strategiyalarini chuqur o'rgandi. 1 million xonadonga ilm ulashamiz shiori ostida eng samarali ta'lim metodlarini o'zbek mentalitetiga moslashtirish jarayonida kuchli professor o'qituvchilar, pedagoglar, muharrirlar va tarjimonlar bilan hamkorlikda ish olib bordi. Oltin kitobni yaratishda mustaqil ta'lim, aralash ta'lim, sokratik yondashuv, gamification va Montessori metodlaridan samarali foydalanildi. Ushbu o'quv qo'llanma o'quvchilarning mustaqil o'rganishi uchun to'liq ishlab chiqilgan. Dastur 5 ta fan bo'yicha osondan murakkablikka qarab joylashtirilgan 165 ta mavzudan iborat bo'lib, maxsus platforma orqali 165 ta video dars va har bir mavzu yakunida testlar taqdim etiladi. Ota-onalar platforma orqali farzandining o'zlashtirish darajasini foizlarda kuzatib borish imkoniga ega. Eng muhim jihati mentorlar. Mentorlar o'quvchilar tomonidan berilgan savollarga 24 soat ichida batafsil javob berishadi. Shuningdek, oyda bir marotaba Telegram platformasi orqali jonli suhbatlar o'tkazilib, ta'limga to'g'ri yondashuv va psixologik masalalar kuchli ekspertlar tomonidan yoritib beriladi. Ota-onalarga farzand temperamentini aniqlash va shu asosda ta'limga to'g'ri yo'naltirish bo'yicha psixologik tavsiyalar ham taqdim etiladi. Natijada o'quvchi A nuqtada oltin kitob loyihasini to'liq o'zlashtirib, B nuqtada dunyoqarashi keng, har bir masalaga tahliliy yondasha oladigan, ota-onasi uchun emas, o'zi uchun ilm oladigan, mas'uliyatli, til va hisob-kitobda yuqori darajaga erishgan mustaqil shaxs sifatida shakllanadi. Oltin kitob asoschisi Farhod Turdialiyev 7 yildan buyon ta'lim sohasida faoliyat yuritib kelayotgan tajribali ustoz hamda ta'limni rivojlantirish bo'yicha 5 yillik strategiya muallifi sifatida shunday deydi. Shu kungacha ko'plab davlatlar ta'limini o'rgandim va ulardan olgan ilmlarimni o'zbek mentalitetiga moslab, yosh avlodga tatbiq qilib kelmoqdamiz. Albatta bu loyihada ko'plab ustozlarimiz, professor o'qituvchilarimizning ham hissasi juda katta. Men va Oltin kitob oilasining asosiy maqsadi yoshlarga natija beradigan sifatli ta'lim berishdir. Oltin kitob yorqin kelajak kaliti.